Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sözümüzün avval Allah Teala'ya hamdü sana eytiş ve Peygamberimizge salam yollaş bilen başlayımız. Bugünkü bizden sözleydiğin temimiz aile muhitinin asaslık terkipleri. Yani kaysı xil amilla aile muhitini teşkil kılıdı degan sualga cevap izleyimiz. Endi farzand tarbiyasida mening qarashimcha eng ana ikki nuqta bor. Bu qaysi desa, bir ota-ona farzandining o'sib yetilishiga qanchalik mudohala qila oladi yoki bir ota-onaning ta'siri qaysi darajagacha bo'lishi mumkin degan bir savol bor. Agar bu savol aniq bo'lmasa, ota-onaning kallasida ve ikki xil xatolik yuz berish ehtimoli bor. Birisi balani butunlay shu oppoq doska yoki qog'oz deb qarab, men nima yozsam shu chiqadi deb o'ylab qilish. Ikkinchisi, bu bola deganning tabiati Xudoyim yaratgan mijoz bilan tug'ildi ekan. Biz qancha tirishib baqsaqmi, uni qilib baqsaqmi, buni qilib baqsaqmi, yana shu bolaning bo'g'iliqi shu ekan deb aktif terbiye qilishni voz kechishga olib boradigan bir ikkili xil xato qarash. Men uni bunday ikki nuqtaga bo'lib tahlil qilishni yaxshi ko'raman. Birisi nimalarni o'zgartira olamiz? Bir ota-onaning kuchi nimalarga yetadi? Ikkinchisi nimalarga yetmaydi? Biz buni aniqroq bilib olsak, ma tarbiya davomida nurg'un xato yo'llarni ortiq menib ziyon tortishdan saqlanamiz demoqchi. Çünkü bir bola tug'ilgandan keyin cho'ng jihatdan unga ikki narsa ta'sir qildi. Bu mayli biz urf odat, endi tajribiy bilimlarimiz nuqtasidan qarasaqmi yoki hozirgi zamon psixologiyaning bizga o'rgatganlaridan qarasaqmi, psixologiya fanining. Bir bolaning o'sib yetilishiga eng avval bir bola tug'ilgan vaqtida mayli jismoniy jihatdan, mayli psixik jihatdan zo'r darajada ota-onasining irsiyatini qabul qilib tug'ildi. Mesela en akıllisi değil, bir balının gözünün renginin qanday oluşu, boyunun igizlikinin qanday oluşu, tirinin renginin qanday oluşu bu zor derecede ata-onanın, yani ata-onadan kelgan irsiyatga bog'liq. Biz uni normaldan bilalaymiz. Mesela dadısını tatipti, anasını tatipti depla bir qarabla o'qishta olaymiz endi. En aqalli narsalarning biri. Endi bu jismoniy jihatdan ifodalanmaydi. Mijoz, xarakter, xuy, fe'l jihatlardan ifodalanadi. Ve bu cihette vallahi farklılık buldu. Mesela akli cihette bazı vallahi ata-onasidan varislik edip bazı vallahi mesela küçükten başlap bazı hakikaten matematikte bekrak alayidlikka ega oldu. Bazıları til günüşke alayidi talantı oldu. Bazılarının san'atda mesela resim chizish, bazılarının tantarbiyada. Yani ma'lum terbiye amısı mı? Tabiiy tug'ilishidan kelgan bir afzallikka shuni bilan birga ojizlikka ega oldu. Bunu biz irsi varislik deb ataymiz. Bunun ko'pincha vaqtda ota-ona mudohala qilib o'zgartirmaydi. Masalan, balamning ko'zining rengi bir qo'y ko'zrak bo'lgan yoki balam nihoyatda royish, yuvosh, yumshoq bo'lgan deganga o'xshash bizning orzularimiz peti bo'lmaydi. Ya'ni ota-ona bu sohalarga mudohala qilib o'zgartirmaydi. Uningda ota-ona qanday qildi? Xudoyim bir balani bizga qanday yaratib bergan bo'lsa, shu mavjud balaning amaliy ahvoliga asosan bir tarbiya strategiyasi qo'llanishga majbur. Endi ikkinchi tarafi, va birinchi tarafi biz mudohala qilolmaydigan, o'zgartirmaydigan taraflar. Endi ikkinchi tarafi nima desa, biz ota-ona tashabbuskorlik bilan balaga yaxshi bir muhit yaratib berish orqali, ya'ni balaning o'sib yetilishiga eng foydali muhit yaratib berish orqali uni aşı Allah yaratgan aşı tabiatidagi eng afzallikni yuqori darajada taraqqiy qildira oladigan va portlata oladigan, ojizliklardan saqlana oladigan va uning taraqqiy qilib ketishini oldini ola oladigan bir tarbiya muhiti yaratish ota-onaning qo'lidan keldi. Mavu ota-onaga topshirilgan tarafi va tarbiya ishini. Ya'ni biz qila oladigan, qo'limizdan keladigan, o'zgartira oladigan tarafi. Mana bu shuning ichida bugun to'xtalganimiz shu oila muhiti deb tilg'ilishimning sababi shu. Her bir ata-ana balasının sağlam yetilishi uchun
terbiye alalishi uchun yoki yaxshi odam bo'lish uchun deydi qisqartgan vaqtda shularning ana shu o'sib yetilishiga foydali bo'lgan bir oila muhitini barpo qilish iqtidoriga va engiga ega. Agar bir ota-ona mencha so'ralsa qiyomatda farzandining tarbiyalanishining yaxshi bo'lgan-bo'lmaganligidan, shu qo'llangan tarbiya strategiyasidan boshqa sen bu balani qandaroq bir oila muhitida cho'ng qilding degandan so'ralishi mumkin. Chunki bu ota-onaning mas'ulligi doirasidagi ish. Mana bu bugungi so'zimizning muqaddimasi. Endi kelamiz muhit degan nima? Muhit degan nima? Bu endi oddiy bir uqum bo'lsa-mu, shu uqumni aniq qalbimizda süzük qilib olish ma so'zlangan darsning isimizda qilishi foydali deb o'ylayman. Muhit degan so'z atrofini o'rab turgan shart-sharoit degan gap. Shu muhit degan so'z arabchadan kirgan so'z. Ya'ni o'ralgan degan gap asli bu. Ahata. Qo'rshov qilingan. Muhit degan shu qo'rshov qilingan bir, ya'ni bizni o'rab turgan tashqi sharoitni biz muhit deymiz. Ya'ni biz ko'zda tutmoqchi bo'lgan narsa, bir bola tug'ilgandan keyin u yashaydigan tashqi sharoitni biz muhit deymiz. Bu eng dastlabda oiladan iborat bir muhitda cho'ng bo'ldi. Shu bayam deganimizdek bir inson, bir bola tug'ilgandan keyin bir tarafdan o'zi billa tug'ilishida ko'tarib tushgan irsiy aloyidaliklar bilan cho'ng bo'lsa, yana bir tarafdan muhitning shu irsiy aloyidaliklarni g'idiqlashidan, ya'ni ikkisini birisi bilan ta'sirlashishidan andan keyin bir odam bo'lishga boshlaydi. Endi bu muhitning ichida psixologdan aytib cho'ng jihatdan ayriladi. Hatto shu bola yashayotgan madaniyat muhiti, masalan cho'ng jihatdan bir islom muhiti ichidami, hindi dini muhiti ichidami yoki bir Xitoy madaniyati muhitida ichidami degandek. Bu makro muhitlar. Buningga biz müdahale qilmaymiz. Biz qaysi muhitda cho'ng bo'lsak deyli, yashab qolsak qaysi davlatda. Masalan biz hozir Turkiyada yashayapmiz. Turkiyadagi masalan biz Uyg'ur madaniyatiga ba'zi xilof bo'lgan omilni o'zgartimizdan o'zgarta olamiz. O'zgartmaymiz. Bizning qo'limizdan kelmaydi. Masalan Yevropada yashayotgan bir qarindishimizning oilasi shu yashayotgan davlatning g'ol muhiti ichida, g'ol madaniyat muhiti ichida balasını cho'ng qilishga xohlasin majbur. Demak, bu biz o'zgarta oladigan ishlarning ichida emas. Hatto biz shu davlatning ichidagi o'xshamagan bir shaharda yashab qolishimiz mumkin. Masalan, biz Konyada yashagandek, ba'zi qarindoshlarimiz Anqarada, ba'zi Istanbulda yashagandek. Shahar muhitlarimi farqli. Endi uning ichida biz o'zgarta oladigan va ta'sir ko'rsatadigan balki endi o'zimizning qimmat qarashi va engi, sezgurligiga asosan qaysi xil shahar muhiti farzandimizni yaxshi tarbiyalashga foydali deganni bir ota-ona tanlaydi. Masalan Istanbul yoki Istanbuldagi ma'lum mahalla, Konya, hatto Konyadagi ma'lum mahalla deb turib biz buni tanlay olamiz. O'da biz bugun to'xtalganimiz bu tashqi muhitli emas, balki oila muhiti. Chunki oila muhiti butunlay bir ota-onaga berilgan, ota-ona bir oila muhitini o'zi qanday xohlasa shunday xuddi xamirni yug'gandek yugurib barpo qilish kuchi bor. Bizning qo'limizda shunday bir kuchimiz bor. Ve bu birinci muhit, yani bola tug'ilib cho'ng bo'ladigan birinchi nafas oladigan havo dal ota-onaning tanishishi bilan shakllanadi. Unda da bir gapimizning 3-qismi oila muhitidagi muhim omillarimiz nima? Agar bir muhit farzand tarbiyasi uchun o kadar muhim bo'lsa, unda da biz cho'ng qiladigan bolalarimizni oila muhiti nimalardan tarkib topadi? Bu menimcha nihoyatda muhim. Ameliyatda ben bugün sözlemek çoğunum. Buradaki beni bir qancha saatga davomlashishi mumkin. Çünkü biz her bir nuqtani azroq yashmasak biraz abstrakt ketib qilish ehtimoli bor. Birincisi, aile muhitida bir ota-ona bir aile muhitining havosini keltirib chiqaradigan, tangshaydigan birinchi yadroliq omil nima desa madaniyat muhiti. Bu nimani o'z ichiga oldi? Bir ota-onaning qaysi dinga e'tiqod qilishi, qaysi xil qimmat qarashini qabul qilgan bo'lishi, qaysi xil qimmat qarashni qabul qilgan bo'lishi. Shu oilada hukmron ilmiy kayfiyat. Hukmron ilmiy kayfiyat.
Mesela en akıllisi bu aile içinde kitap bir muhim urundu emasmi? En akıllisi. Mesela bir qancha kitap ishga tizilgan bir qancha yuz parcha kitap bormi yoki yo'qmi? Bu ailede ilmi paranlık bulunduğun aile mi yoki emasmi? Bu aile mesela deyli vatan millet temisi de her daim g'am yeb turadigan bir aile muhiti bormi yoki del bu temidan biraz qochadigan bir aile muhitimi? Mana bu menimcha ailenin muhim bir havasini tashkil qiladigan bir omil. Shu men buni yig'inchoqlab madaniyat deb atab qo'ydim. Belki bu uqum bu yuqorida deganlarimni to'liq o'z ichiga ola olishi va ololmasligi mumkin. Ammo tushunish kerak bo'lishi uchun yani ailedagi madaniyatni ota-ona tanlay oladi. Hatto musulmon bo'lgan, ya'ni islomni yaxshi ko'rgan bir oila bo'lsa-mu, o'shalarning tutgan yo'li, hatto yaxshi ko'rgan o'limolari, ergashgan iqimi qatorliqlimi bu aile muhitidagi diniy kayfiyatni belgilaydi. Ve bu bevosita balaga ta'sir qildi. Yani bala havo oladigan bir muhit bu. Masalan, uyda ilm-fan tilga ilinadi. Bu uyda masalan kitap ishkavida Qur'oni Karim, hadisga o'xshash diniy kitoblar bo'lishdan boshqa, masalan, tamda bir dunyo xaritasi bormi? Tabiiy-fanga munosabatlik bir narsa bormi bu uyda? Yani ilm-fan muhiti qandayroq? Mesela bu ata-ona bolalarning diniy jihatdagi alohidaligi, yetilishiga ko'ngil bo'lishi bilan birga, bola maktabdagi natija qandayroq, matematikani yaxshi o'rgandingmi, fan bilimlaridagi ahvoling qandayroq deb savol so'ray olamdi va so'ramdi. Mana bu narsalar bu. Shu ota-ona qabul qilgan dunyoqarashning amaliyoti oiladagi aks etishi. Men hozir qanday bo'lishi kerak deganni so'zlamadim. Ya'ni bir aile muhiti mana mushulardan tarkib topadi demoqchi. Men kelagi darslardan boshlab qanday bo'lish kerak deganni biroz ochmoqchi. Mana bu birinchi muhim narsa. Yani medeniyet bir ailenin, xuddi bir davlatning, bir millatning hayotida qanday medeniyet muhim bo'lsa, bir ailede bu medeniyet degan hukm nihoyatda muhim. Bu medeniyet yani qimmat qarashlarimizni, diniy tushunchalarimizni, masalan, eng aqallisi bayam degan o'xshab bir ilm-fan qarashimizni, uning ne kadar muhimligi haqidagi bizning pozitsiyamizni ailada ifodalagan. Aqallisi kitob o'qish o'qimasligimizni yoki buni muhim bilish bilmasligimizni. Mana shularning hammasini şu medeniyet hukumi o'z ichiga oldi deb o'ylayman. Endi ikkinchi eng muhim munosabat, eng muhim omil, yani aile muhitini tashkil topqizadigan ikkinchi muhim tarkib munosabat. Bu munosabat eng avval er-ayol o'rtasidagi munosabat o'z ichiga oldi. Yani er-ayol o'rtasidagi munosabat ne kadar inoq yoki ne kadar jidalxo'r, ne kadar sifatlik yoki ne kadar sifatsiz bo'lishi bu ailening havasini, bayam deganda, kayfiyatini belgilaydigan eng muhim narsa. Eng muhim narsa. Endi bu faqat er-xotin o'rtasidagi munosabatni o'z ichiga olmaydi. Endi bu ota-ona bilan bolaning o'rtasida qanday munosabat bor? Bu munosabatning xarakterida masalan, bola o'zini qanchalik ota-onasiga erkin ifodalay oladi yoki ifodalayolmaydi. Ota-onasidan ne tasavvur qilgan vaqtda eng dastlabda bir xil qattiq qo'rqish mavjudmi yoki hurmat mavjudmi? Deganga o'xshash ota-ona bilan bola o'rtasida shakllantirilgan bir munosabat mavjud. Bu munosabat mu farzand tarbiyasining asoslarining biri. Chunki bu munosabat sog'lom bo'lmagan ahvol ostida men takror jiq ta'kidlaydigan bir gapim bor. Biz qanday yaxshi maktabga birayli, qanday yaxshi madrasaga birayli, ota-ona bilan balasining o'rtasidagi munosabat buzilgandan keyin u bolalarni biz kutgan bir yo'lga ekib tarbiyalashimiz mumkin emas desak xato bo'ldi, mumkin bo'lishi mumkin. Ammo bek qiyin bo'lganligi, bek tas bo'lganligi. Endi bu ota-ona bilan bola o'rtasidagi munosabatni o'z ichiga olmaydi. Endi qarindoshlar aro munosabat bor. Masalan, aka-uka o'rtasidagi munosabat, aka bilan singlisi o'rtasidagi munosabat, ochisi o'rtasidagi munosabat, qisqasi ailedagi aş bir tuqqanlar o'rtasidagi munosabatmi? Bu ailening aş balani, aş bola yaxshi ko'radigan bir aile muhiti bormi yoki qochadigan bir aile muhiti bormi deganda belgilaydigan bir muhim omil. Ota-ona bu masalaga qanchalik sezgur, bolalarning o'rtasidagi munosabatga qanchalik sezgur. Uni diqqat qilamdi yoki qilmamdi yoki
Kunlarning birida shu bolasi qattiq bir jiddalashgandan keyin anandan keyin bu bolalarning orasida sen munosabat chataqganda deb u vaqtda bayqamdi. Bu intayin muhim. Chunki shu narsani qilish lozim. Bola qochadigan bir muhit shakllangandan keyin oilada mayli nima sababdan shakllansin, undan keyin tarbiya qilish, bolalarni ko'zlagan maqsadga loyiq yetishtirish texnik qiyinlashadi. Hem de bir kadar sırtlı bir münasebet var. Hem de ailenin üzerine tuqqanları bilen boğan münasebet. Çünkü ailege pat kilidi o. Biz şu tuqqandarçılıkni ifadeleşimizge asasen bizning balalarımız mı tuqqançılık bunda bulduken degan en dastlabki uqum ve təsiratını bevosita bizning tuqqançılık amaliyatimizge asasen ügünüdü yoki singdirdi. Şu bu intayin muhim. Onun sel sırtı da qo'shnilarchilik. Çünkü bu münasebet meselesi. Ve onun biraz sırtı da bizim umumiy insonlar bilan bo'lgan munosabatimiz. Do'stlarimiz bilan, qarindoshlarimiz bilan bo'lgan munosabatimiz, uyga kelish ketish davomida. Mesela bizning bir 5-kunga tushgan vaqtda ularning kelib yordam qilish qilmasligi. Ular qiyinchilik uchragan vaqtda bizning berib yordam qilish qilmasligimiz. Ya'ni do'stlarimiz, qarindoshlarimizni tutgan şu munosabatdagi ifodalarimiz mi? Bolalarımızning bizim aile muhitini şekillendirgen, ailenin havasını şekillendirgen mühim bir taraf. Yani nokul erkutun oturusundaki münasebetle ölçügen baydı demekçi. Bu şu münasebet diyen okumdan içigen ve bu şu mürekkep münasebeti kirip gitti ve bu münasebetlerin sağlam buluşu ya ki binormal buluşu, kişisel buluşu ballarımızda bu şu ailenin yaxşı görüş görmeslikini bir vasıta belgileydi. Bu en can algıç meselelerden biri. Aile terbiyesidik. Nurgun ata Allah'a qaqşavatqan vaqtda, mesela balımız öyge kelmeydi, yoki öyden qechivatıdı degan chaqda ko'pincha vaqtda keynidan shu buzilgan bir aile munosabatini o'shirtimiz. Yoki yeterlik inoq bo'lmagan bir aile munosabatini o'shirtimiz. Hem de üçüncüsü, ben bunu adet deb yazdım. Adet. Bu ılıqı medeniyet ma'nosidagi örüp adet emas, belki bizning yani ata-onaning ailede şekillendirgen nurgun konkret iş hareketlerideki qiliplaşkan hususiyetler. Aqallisi deyli, etigellikte seher qo'pish qopmaslik, ailedeki tazılık adeti, gep söz, edep ahlakı mesela, er bilen xotun qandaraq teleppuzda ve intonatsiyada paranlaşıdı. Mesela bir dadının ya ki anının ailesi de mesela er sırttan kiripla bana söylen bilen paranlaşamdı ya ki sapaq uzun taşlapla televizyon göremdi ya ki telefon oynamdı. Diyenge okşaşma konkret iş adetle iş hareketini gözü tutmak için bunu deyiş arkadaş. Mesela akallisi mesela o ailedeki istimal adeti. Yani pul haclaş adeti. İstimal adeti. Yani muşulamı aile muhitini şekillendirdiğin naiti konkret, mühim amillardan ibaret. Elbette bunun mı köp hukumunu söyleyerişimiz mümkün. Me'amal var. Tirişip durup, bu 3 ana hukum içinde bir aile muhitinde buluşka tegişlik, yani bop kalıdığın amillarını sığdırışka tiriştim. Yani medeniyet. İkincisi münasebet, üçüncüsü adet. Bir aile muhiti içinde bu 3 türlükni sağlam qilish qilinmasligimiz, sağlam tutuş tutanmasligimiz bizning balamızning qandaroq oksigendan nafaslanib cho'ng'ilishini belgilaydi desak bo'ladi. Chunki hozir degan mush 3 xil omildagi bizning ifodamiz, ota-onaning ifodasi dal xuddaligi ko'ktat deydiganlar o'zi yasagan parnikda havasını qanday tengshigan bo'lsa, andan keyin o parnikning ichidagi sevko'ktatlar yaxshi o'sgan yoki yaxshi o'sanmaganiga o'xshash, bizning mushu 3 sohadagi ifodamizning sog'lom yoki emasligi, shu bolalarimizning yaxshi yetilish yoki yetilanmasligiga ta'sir ko'rsatdi. Endi inshaalloh biz kelaki bir qancha soatlik darsimizda masalan qimmat qarash, ana ailedeki
şu narsalarni biraz parçalab so'zlashni o'ylashdim men. Chunki masalan munosabat deyli. Bu munosabatni hozir faqat tilga oldik. Ammo qanday qilganda bir er ayolning o'tirisida bolalarning o'sib yetilishiga sog'lom bir munosabat shakllandi. Ota-ona bilan bolaning o'tirisiga munosabat qandayroq bo'ldi yoki bo'lishi kerak deganlarni bu masalalarga to'xtalamiz. Bugungi umumiy bir muqaddima xarakterlik dersimiz şu. Biz bunu uqum sifatida esimizda saqlagan vaqtimizda menimcha bekrak diqqat qila olamiz oilada deb o'ylayman. Mesela aile muhitidagi omillar. Mesela ailemning muhiti deb o'ylagan vaqtimizda bu nima? Konkret bu aile muhiti degan qarasak bir qo'lda tutquli bo'lgan, ko'zi ko'ngil bo'lgan bir narsa emas. Ammo bu aileden ibaret bu havani, ailedeki havani, keyfiyatını nimeler belgelaydi. Yani balaga ta'sir ko'rsatgan keyfiyatni desak, mana yuqorqi shu bizning shu medeniyet inimiz, tushunchimiz yoki ifodamiz, munosabatlardagi ifodamiz, shundaqla bizning konkret ish harakatlarimiz, yani ailedagi qiliplashgan ish harakatlarimiz. Biz aqallisi bola bilan paranglashgan vaqtdagi, masalan, ikki gapni bir so'zda darhol tanqidlashimiz yoki davomli vaqirishimiz. Qatarlıq biz bilip bilmey adetlengen bir adetlerimiz var. Bu adetler biz yaxşı körü yoki yaxşı körmeyli. Eğer nachar olsa balalarımızga nachar ta'sir ko'rsatadi, yaxshi olsa yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Çünkü bugünkü dersimizin xulosasi şu. İnşallah keyingi derslerimizde bunu biraz kengaytishga tirishimiz. Bunun münasebetlik suallar bo'lsa so'zaq bo'ldi.